Şundaqmı deymiz? Yana bir ayol kişide. Ağzı bilen ko'ziga zo'rlaydi. Demisimi, ziyon degan ochiq. O'laymi? O'chaymi? Shuncha narsa ishtiqimni tashlab bergandek bekorga ketdi-ku. Kelingdan teshib chiqar. Saqaymas kasalga duchor bo'larsan. Ashu harom dunyo qilgan to'yib vayron bo'lib ketar. Deb qarg'aydi, yig'laydi. Qonun fakultetidan umidi üzülgen Rustem, Savdo sanoat ma'muriy boshqarish kadrlar maktabida o'qiydiganligini jakarladi. Kelgan balog'i men baray. Kelgan qazog'i men turay degandek Mo'may yana o'quvchi qabul qilish xonasidagi Nosir bilan qayta aloqalashdi. Ondan Savdo sanoat ma'muriy boshqarish kadrlar maktabining munosabatlik rahbarlarining uylariga kirib salom berib chiqdi. Rustamning orzusi amalga oshib, bu maktabga qabul qilingan bo'lsa-mu, u qandoqdir do'stlarining orqasiga kirib, pat-patli yo'qib ketib, haftalab, oylab dars qoldiradi. Maktab rahbarligi uni chekindirish haqida necha qitim qaror chiqqan bo'lsa-mu, Mo'may yosh to'kib yoki tegishli o'rinlarga menib, bolasini qutqizib qoldi. Avgustning oxirlari edi. Bir kuni orqadan qarasang xotin kishi, oldiga o'tsang bo'rituba. G'aliyatli kiyingan bir bola Rustamni izlab keldi. Rustam uni ichkarida balla o'qigan savoqdishim deb tanishtirdi. Mo'may o'lig'i langman yetib berdi. Kash tarafda savoqdishimni o'zitib qo'yay deb chiqib ketgan Rustam qaytib kelmadi. 2 kun o'tgandan keyin Banu o'zining oltin jabduqlari bilan yon chuqidagi 2000 so'mdek pulning yo'qolganligini bildi. Mo'may o'g'lini izlab chiqmagan do'ng kirmagan go'r qolmadi. O'ng'anda yo'ng'andek otiqliq bir yozuvchining o'g'li yo'qib ketib, 3-kuni atiganda chiqsa, jasadini uyining temiga yo'lab qo'yibdi. Buni anglagan Banu kechillari jo'ylab varqirab turib ketadigan, yotqinga purkinib unsiz yig'laydigan, turibli o'ziga o'zi so'zlaydigan bo'lib qoldi. Uning ko'lkilik yomor, hikoyalar, qiziq chaqchaqlarga ta'sir qilmaydi. U terilari yirtilib, so'ngiklari to'kilib ketgudek o'ruqlab ketgan bo'lsa-mu, 2-chi qitim bolani izlab yana otlandi. Qirg'inda uningga nima zolim? Oxir 1 yil o'tganda Rustamning Gongjuda sarson bo'lib yurgan xabarni anglagan Banu o'shidan ketdi. Kech kirib qolgan edi. Qo'yish bir parcha o't shardek tog'lar orqasidan cho'kkan bo'lsa-mu, uning oxirgi nurlardan osmon chegri baqasamdek tovlanib turadi. Qastiriyasining ishki qosnig'idagi maxmaldek edirla. Zirq, qarqat, yov o'rik. Barqsin rida daraxtlari qoplagan chatqalliqlar. Lo'mshib yiqavatgan suv. Qadimki daraxtlar o'rib turgan ko'k Toshkent. Yiroq tog' qatlarındagi qo'yuq o'rmonlar kechki gugum ichida erib ketib o'tgandek g'uvaliq cho'mgan edi. Bir kuni kechgacha har xil sayrashlar bilan Qosh vodisini avvat qilgan qushlarning ovozi o'chgan bo'lib, atrof ig'ir sukutga cho'mgan edi. Manglanib ko'ngli alam zidi bo'lgan Rahim bovay bir dilla 10 yosh qirib ketgandek oq to'ponga tayinib oran turdida dumchiyib yurib qarmoqlarini yig'ishtirdi. Va ko'zini qisib yiroq-yiroqlarga nazar tashlaganicha kimgidir ol to'kayotgandek osti g'udunshidi. Bana Aşı vapasızga nemancha kuyib pishib ketgan bo'g'ayding. Go'yo 18 ming olamni tillog'i to'shtirib berdigandek. O'zingni nobud qilib olding. Meni qiyri yetim qilib qo'yding. Biz bu dunyoga bolalar uchun kelmagan edik. Bizmi odam? Bilamsan, hissiyotli odam. Bizmi kuyunishga, shafqatga, mehr muhabbatga muhtoj. Biroq sen bollarni o'ylading. O'zingni u nomzoddan o'chirib etding. Rahim bo'y chig'irtmoq, poqa yo'parmoq. Chig'. Loylala o'zgan tor chig'ir yo'llar bilan kanit tarafga ketib o'tib, yana da beshini selib kelib o'tgan oq to'ponga mundoq dedi.
Ay Qadinas dostum. Qandaq qılıq. Bala ha degene. Bir günü sərdi Banu bilan ikimiz poyizga o'ltirib Guangzhouga qarab yo'lga chiqdik. Chunki u chaqlarda qizim Rohila ig'ir bo'y edi. Haftadan biri og'rib yetib qolgan Rahim bobay tala tuzlagima chiqolmadi. Onunga ko'pincha hadisi oznam amra bo'ladi. Ishga oralab o'tirgan bu xotin erg'inlab kirib keladi va inisiga dorilarni ichkizib, yotqanni yo'gab qo'yib chiqib ketadi. Ba'zi kunlari xuddi kichik bolani papiligandek papilab uxlatib qo'yadi. Uning har kunligi atiganda kirib, qandag'riq turibsan, pindek saqam degan so'zi bu o'yning bolaligini askisib qo'yadi. U bakmi o'ziqti qilgan kichik chog'larni tuman ichida goh ko'rinib, goh ko'rinmay ketayotgan xira-sira esiga oladi. Mushu yo'nilmagan to'g'riqdek hadisi uni to'ga toyla qilib xamonlarga, daryo bo'ylarga, qo'g'unliqlarga yeb ketadi. Qirlarga o'ltirg'izib qo'yib, cho'p o'raydi. Qo'g'unliqning kapillarida og'zi burunlari shaltaq. Qo'rsaqlariga chivin o'lishib ketsa, bor ovoz bilan yig'laydi. Hadisi bo'lsa, pindek saqam deb yugurib keladi-da, u 5 jingni yeydigan gaj-gajlar. Pindek saqamni texi yeb qo'yg'ili tos qopdi deb ko'tirib yeb ketadi. Uni eriqdagi loy suvga chilab yo'yadi va poqam, yilon poqam, pindek saqam cho'milmidi, yilon bilan poq cho'mildi deb suvga bosh cho'kirgizib yeb ketadi. Bu g'o'barsiz xotirlar Rahim boboyning qalb xazinasida go'yo dog' tushmagan go'vardak ilham cho'lolinib turadi. Mana hozirmi oznam fuksining yinida o'ltirib, uningga o'sha kichik vaqtlardagideklar xayrxohlik qilib o'tadi. Men senden talay qitim ko'chilab so'radim, lekin undimidan, dedi oznam fuksining qo'llarini olqana qilib. Manga nima uchun dardlaringni to'kib, hech qarningni bo'shatmaysan? Biz degan qarindosh tursak, davomli anglayman. Xilvat joylarda hechqi dardingni to'kid ekansan. Topan, sana nima qilib beralaydi? İşçim boşap qaladigan ada. Demedimmi? Sening yuragingni xun qilib o'tgan bir darding bor. Ya ballaringdan xo'rlik ko'rdim, ya sana dedim o, undaq ish yo'q. Razaq chat elda sudi ishi bilan qizim Rohila to'y qilib chiqib ketdi. Rustam ichkirda o'qiyotdi. Ola obdan balalar bo'ldi. Sho'g'nisi Banu ketib qoldi. Yo'q, men ishonmayman. Oznam bosh eg'itdi. Ballaringning yomon gapini qilg'in yo'q. Biroq ichingdan tugishib ketding saqam. Boy umchaydi. Uşaq yaştamçıları quloq tüyillerdi eqib, yostiqqa singib ketdi. Chunki hadisining so'zlari uning yurak yaralarini tadilab qo'ygan edi. Oznam, "Ay bechora pindek saqam" deb bosh irg'itganicha chiqib ketdi. Buningdan 3 yil ilgari Rahim boboy ro'zg'orini tashlab hadisining qishig'i panohlik tilab keldi. U, "Ada, men baraqli qaytib keldim. Endi sening qishingdan ketmayman" deganda bir dillik ko'ngli buzilib, xuddi bugunkidek umchaygan edi. Oznam ikki qo'lini so'zib bo'g'icha u o'zini hadisining quchqiga otdi. Oznam uni onam, soqam deb papilganda kuyimchan opsining yumshoq qo'llari esidan kechdimi, aytovur qiyin suvdek etilib kelgan yosh uning do'lillarini titirtib, butun vujudini larsiga soldi. U esadab bir oz yig'lab, ko'ngli ko'ksi bo'shab qolgan edi. Qarang'i tushdi. O'zini xiyli yenik his qilgan bo'y chopinni kiyib sharpisini o'rdi-da o'ylaga chiqdi. Necha kundan beri o'zini ko'rmay, so'zini anglamay, do'stining hidini hidlab yotgan Oqtopin likkida o'rnidan turib suvandi.
Boy astığını pichirlab, yür degeniçe onu başlap mağdı. Darya taraftan o'rib atqan sovuq shamol sarg'aygan yaproqlarni shertildatib to'kmoqda edi. Bir tarafı quvalasqan oy ko'k toshni sexiylik bilan yo'rtib turadi. Qayerdandir jubidan ayrilgan o'rdakning g'at qilib jubdini chaqirgan ovozi ko'ngillarni onda qandoqdir maskillik cho'mdiradi. Boy ko'plari o'rvilingan yalang'liqdagi qor yog'och ko'tikida o'ltirdi. Aqtapan onun ishkipit orlig'iga kirib so'ngzaydi. Qara Aqtapan. Adamga rost gapni qilmadim, dedi Boy yeg'ir xo'rsinib. Onunga bolalarimning yomon gapini qilib nima qilay? Rost gapni qilsam qilg'um kelmadi. Nimalar degan bilan ular yanada mening jigirimda. Sizlar qarindosh tursanglar deb ayblashing mumkin. O'g'o, shundoq. Lekin o'zing saqlayolmagan siringni boshqalar pinhon tuta oladimi? Bizlar dunyodan ketib, bir zamonlarda bolalarim odamning qadam izlari tushgan yerlar deb ko'k toshga kep qolgudek bo'lsa, xalqlarning bolalarimni ota-onasining beshiga chiqqan shumlar deb haqoratlashini, yomon ko'zda qarashini xohlamayman. Sen sir saqlay olaysan, odamlarga o'xshamaysan. Sen degan vafodar. Birodar, vafodarsan. Rahim boboy yetimlarning namlashgan kirpiklarga o'xshash chimildab turgan yulduzlarga qarag'inicha xiyolga patdi. Uning ko'z oldiga Guangzhoudagi bir ish kelish bilan pusuqqada ko'lavatdi. Uning bu kulgisiga masxara, ochiq, yechinish aralashib ketgan edi. Rahim boboy bilan Gulbonu o'g'li Rustamni Guangzhouning Sanyunli degan yerdagi Uyg'ur savdogar, tijoratchilar ko'tira olgan bir kon binodan topdi. U qavatli karvatlar qo'yilgan vayrona bir yotoqning bo'long'ida tugilib yotadi. Yerilib ketgan semot pullarda yirtiq paypaq, kon oyoq, tamak qoldiqlari, har xil ichimlik botulkalari chechilib ketgan. Bu yotoq to'limi paskini bo'lib, yig'ilmagan kir yotgan, qasmaq lo'nga, maylasqan yostiqlardan qonsiq ter, demoqlarni etishtirg'idek bad bo'y bir puroq kep turadi. "Jinim bolam Rustam!" Banu etilib kelganicha o'g'lini quchoqlab oldi. "Ko'zimdan uchib ketding qo'kanjam. Nimali bo'lsa, aytgansan qo'ysam." Rustam o'likdek medirlabni qo'ymadi. Boboy bilan momayni boshlab kirgan xo'tallik bola uni bir necha qitim vorqirab turtgandek yilla tom tarafdan o'rilib beshini ko'tardi. Ammo Gulbonu qo'rqib ketganligidan cho'chib orqaga dojig'anligini o'zi bilmay qoldi. Boboyning ko'zlari chekchiyib, odishib qoldikmi nima degandek xo'tallik bolaga qaradi. Darvaqa Rustamni to'ng'ila bo'lmaydi. Ularning oldida yuzlari ishib, pöydigan shordek porqirab ketgan. Qapoqlari tuxumdek po'ltiyib chiqqan. Ko'zlari putib ketganlikdan jayaklari ishkital qora ipni choplab qo'ygandek xom qapoq bir bola o'ltiradi. Boboy bilan momayning qo'rqib ketgani uning oldiga bir g'irishdek so'zilib, sang'ilib turgan og'zi bo'ldi. Rustamning qalbki cho'shqining tumshqidan uzun bo'lib, ishki qalbki xuddi qo'sh börekni juplab isib qo'ygandek yo'g'in ham ko'p-ko'k porqirab turadi. "Bolam bu?" Boboy xo'tallik bolaga savol nazarda qaradi. "Rustamning og'inisi loban bo'lasan deb elib ketgan", dedi xo'tallik bola masxaralik kelib. "U Rustamning oltin buyumlarini, yendiki pullarni dastmoyi qilibmiz deb yeb qechib ketibdi. Shuningdek u oshxonlarda ko'ktat, pom yetkizib, qoch-quchi yuyib, tijoratchilarning mollarini to'shib berib, yelni beqib yurgan. O'lishgan bir chatallik savdogar xotinning grim buyumlari sandig'ini mehmonxonaga yetkizib berib, uning yotqidan bir sixmoq parachokni o'g'irlab chiqibdi. Boshqalar Rustamni ahmoq etib, "Oli yuzmaykan" desa, u yuzini maylab to'yna. "U nima ekan bolam?" andikib so'radi Momay.
yana reaksiya berdigan bir nima bo'lib qolmasin? U endi xotalik bola yeyib gadinni qashladi. U chadallik xodalarning palligi bilan bejiqini yo'g'ontirgan maygan ayna. Rustamning qalbiki bugunlardan xili paskarga tushibdi. Bo'lmasa xurjunda ko'tirib yurgidak. Ostiga tiyak qo'ygidak yo'g'onib ketgan emasmi? Ya kulishni, ya yig'lashni bilmay qolgan bo'voy bilan Mo'may Rustamni oshu holatda qaytarib keldi. Rustam asliga kelib qanot quyrug'ini ruslagandan keyin shopurlikda o'qiyman deb turib oldi. Mo'may bilan bo'voy Kozovindagi shopurlik maktabiga 7000 so'm to'lab uni kirgizdi. U maktabga men sharpsida Mo'may bilan bo'voy bir kecha yig'lab turib nasihat qildi. Bu oliy ziyolilar 60-70 yillik umrda o'rgangan, anglagan, bilgan kitob va turmush bilimlari, olgan saboqlarga oid ibratli hikoyalarni so'zlab, tamsil maqollarni naql keltirib, qilmagan hech qanday so'z qolmadi. Lekin Rustam 1 yillik qisqa kursda bir necha qitim qochdi. Ammo hafta 10 kun ichida o'zi paydo bo'ldi. Mo'may har qitim sovg'a salomlarni ilib, maktabdagi ustoz va muallimlarga o'zirxohlik etdi. O'qish bitdi. Endi imtihon berib pravo oladigan rosa olqiliq paytda Rustam yo'qab ketdi. Mo'may doktor yaqinlaridan yolg'on ispravkalarni ilib, bolam doktorxonada yetib qoldi deyish orqali o'g'lining izdirigini qildi. 2 oy bo'lganda telefon orqali Rustamning opa meni elib ketdi. Men ko'rlida degan zayib ingrigan ovoz bilan tang yig'lab sog'ini anglandi. Mo'may ko'rliq berib, uni bir oshxonaning o'chqidan kul tortayotgan yeridan topdi. Uning puti yalang oyoq bo'lib, ko'ngligining yangi jaynigida. Ishton pushqoqlari o'shiqda bo'lib, jul-jul ham kulgi puchilgandek maynat edi. Rustamning balla chiqqan og'inlari bir kechada hamma ishton, ko'nglik, oyoq, pullarini elib qochib ketgan edi. Yalang'och qolgan Rustamga ish chaqirgan bir oshpaz bollarining ochqan toshqinni kiygizib, oshxonada yugurib ishlarga solgan edi. Darvaqa Rustam o'qish bitkizgan hisobda shopurlik paravisi oldi. Qatnash boshqarmasining boshlig'i Kerimjon uni xo'shallik bilan xizmatga qabul qildi. Chunki u oliy maktabda Gulbonu bilan Rahimjonning qo'lida o'qigan edi. Bir haqiqatim ustozlarining nazaridan o'tish uning uchun bir yetqusiz xo'shallik edi. Ammo Banuning ko'ngli yanada simibdek titrab xotirjam bo'lmadi. Shundoq yaxshi xizmat o'rnini tashlab qocharmi degan ansizchilik ichida yurayotgan kunlarning birida Turpondan bir ayol keldi. Alomat pol ochid ekan degan gapni anglagan Gulbonu bir kuni uni izlab berib, butun dard ahvolini to'ydi. Ayol pol silib, o'g'illarini g'oyibona bir ko'ch daydayga selib o'tibdi. Uning bir puti bo'sog'ida, bir puti talada. Agar Turpondagi tuyuq xo'ja mozirg'i berib, qora ipni 300 qitim, oq ipni 300 qitim chigib, mozor to'q odamlarga bog'lab qo'yib kelmaslar, yana amin topmayla debdi. Texmo ko'p ovozli asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomli ovozli kitob unidar supisida bo'lsin. Izlash nomeri ovozli kitob.